Shu payt ochilmagan. Yomon qilarsiz. Hol, yes qilamiz, hozir dedim. Men bola tomoq taqillab olib boshdingmi? Ochilmayapti, ko'rchi. O'zim ochaman. Ochasanlarmi yo'qmi sizlar bugun? Ochilmayapti. Ochilmayapti. Ochilmasa Sasha aka degan usta bor, tanishib o'shanga olib boraylik. Shunaqa qilib qiynalmasdan tezroq ochib bersin. Yuringlar, ketdik. Ketdi. Mana Sasha aka ochib beradi. Sasha aka! Qarabori. Sasha aka, mana shu ocholmayapmiz. Ochib bering. O'zi anchadan beri shampanska ochmayotgandim. Qachon oxirgi marta ochuvdingiz? Shu to'yimda oxirgi marta ochgan edim. Nima qilish kerak buni? Ochish kerak. Shuni oxirga aytmaysanmi? O'zi to'shni ochish kerakmi? Bu aka buni yeyish kerak. Bu to'rt-ku. Ochish kerak, jon aka. O'rtog'inga qichig'ini qilmasin menga. 8 kuruching bormi? 8 kuruch bor? Yo'q, 9 bor. 8 bo'lganda ochib berardim o'shalaring, men. Qanaqa qilib ochib berardingiz? Shu bir urardim ochib ketardim. 9 bilan urib olsa bo'lmaydi? Yo'q, singan narsada ichib bo'lmaydi, bexosiyat bo'ladi. Ya, haqiqatdan qoidasi bo'yicha ochiling. Menga qara, undan ko'ra men bu zarini olib, boshqa narsa ishlatsa bo'lmaydimi? Ha, men bilaman, men bu zarini olib, buyoq qilib tillatish qilib yursa bo'ladi, ha? Ya, bu do'stim sal dit kiradi, undan ko'ra ikkalamiz fargasini olamizda, ha? Degan deb birab, nimalar qilib turib, tilla o'zingiz qilib taqib olsa, ha? Bir boshlarga olib qo'yib, tana ko'zim ko'rinmalaring. Yo'qol bor. Menga qaranglar, bitta sinfdoshim bor. Liboy narsani ochadi. O'sha oldiga boraylik. Ketdingiz o? Ketdi. O'rtoqsan, maktabda liboy narsani ochgansan. Shuni ochib bering, ha? Maktabda mana открывашка deyishardi-ku. Mana odamlar ketdi, ochaylik. Ya, o'rtoq, buni ochish kerak. Shuni ochish shartmi? Shart? Yo, bu tomon g'arb, orqa shart. Shart emas, shartmi domma? Nima g'alati gapiryapti u? Tushuntirmadingmi? Men g'ani to'mayman, bratan. Yo'q, g'ulom deychi? G'ulom. Mana tuzataman, g'ani aytolmaydi, mana. Yo'q, undagi g'a emas, Bobur, Rustamdagi g'a. O'zbekchada shunaqa so'zlar bor? Qo'yar, yur o'rtoq ochilishi. Nima qilyapsan, o'rtoq? Trend bor-ku, o'rganda ochiladi. Qishni qiladi. Navoga boraylik. Diffuzer hodisasi. Qizdiramiz, poq ochiladi. Rud van Nistelrooy deychi. Nega deyapti men? O solaman, qaytib tug'maysan. Ya o'zi tug'maymanmi? Suq. Olib ket. Ya ochib. Suq. Nega ekan? Nima qilamiz endi? Tabibni oldiga boraylik, hamma o'shandan davo topyapti. Mana shuni ham ochib yo'lini bilar-ku. Ketdi, yurish. Ochilmayapti bu. O'tganlik vino ochishda ham uncha qiynalmaydi. Ochilsa Ha, bola. Bo'lyapti. Assalomu alaykum. Mana shu ochilmayapti-da, ko'rib bering-chi. Endi ochiladi. Ochilmayapti-yu. Mashinaga ekansiz, yomon aldingiz. Bundan buyog'iga chet elda bo'lamiz. Kimda kasalliklar bo'lsa, chet elga murojaat qilaverasizlar. To'xtang. Hech bo'lmasa oyog'ida oling, tindan yonga o'sib ketyapti. Bormi tindan? Tindan bor, o'sha yonga o'sib ketyapti deyapman. Yashamaydi ekanda. Voy, mashinaga ketdi. Mana yangi yil ham kirib keldi. Biz bo'lsa bitta shampanskiyni ocholmadik. Balki ichkilik tashashimiz uchun bizga berilgan belgidir bu. To'g'ri aytasan, biz ham odamga o'xshab ichmasdan yangi yil kutib olaylik. Haqiqatdan, ketdi uyimizga. Yo'q, sen uyingga borsang, uyingda mehmonlar ichaylik deb qo'ymaydi. Undan ko'ra, meni uyimga boraylik, tayyor dasturxon turibdi. To'g'ri ketdik. Obbo. To'xta, yur, menikida kutib olamiz, yurish. Mana shu eshikni ochamiz, men uyimda kutib olamiz, bo'ldi. Ya, atverga bormidi? Yo'q, yozga bor. Bargarga topaylik, kesamiz. Kesish kerak, haqiqatan o'rtasida.